Assalomu alaykum. Dehqon akalar, xudo xolasa mana katta yo'limizni qanday tozalanishini obzor qilib bermoqchimiz. Mana bu tomonda profil ko'rinyapti, xudo xolasa qorong'imi. Profil ichiga cho'tka sig'adi. Bu birinchi xo'tkasi. Mana bu yoqlar turba. Turbalarning ichini cho'tka sig'adigan qilib qo'yganmiz. Cho'tka bilan tozalanadi. Keyin mana bu yoqlarga xo'tkaga o'tganda xo'tkani ichiga ham mana turba cho'tka sig'adi. Cho'tka tozalanmoqda. O'tganda bu yoqda mana xo'tkadan tushgan nimani olinadigan joyi, mana buni ham ko'rsatib qo'yaman hozir. Bu yoqdan tushgan kul olinadi. Mana bu yoqqa ikkita kamera. Shu yoqdan tushgan kul olinadi. Mana bu yoqda xudo xolasa oldi bu katta eshik, bu yerdan ko'mir solinadi. Mana bu suvlik, bu eshik ham suvlik, tepadagi eshik ham suvlik. Mana bu yoqdan ham oldidan oson tozalanadi. Ya tepadan ham tozalasa bo'ladi, bu yoqda oldidan ham tozalanadi. Mana bu yoqdagi ancha-muncha qolgan kulni olish uchun eshik. Bu eshik suvlik, spesial kuyib ketmasligi uchun qilingan. Mana bu yoqda eng pastki kamera. Bu yoqdan tagiga tushgan ancha-muncha kullar olinadi. Tozalashga qulay qilib qilingan. Kitob emas, bizniki profil. Mana bunda mana turbalarning orasidan alanga, birinchi turbalar orasidan turbalarni qizdirib o'tadi. Bu 25 lik bo'lgani uchun shunda turbada tezroq qizib, suv tezroq qaynab chiqib ketadi. Shuni hisobidan tepla attachasi tezroq. Undan o'tgandan keyin mana profil ichida o'ynaydi. Birinchi xo'tkasi turbadan o'tib bilan mana profillar ichidan kirib ketib, bunisidan chiqadi. Bunisidan kirib ketib, mana oxirgi xotkadan chiqib, bu yoqqa nima xotga chiqib ketadi. Buni sababi mana profilda qilganimizning sababi, profilda ichida o't yuradi. Mana atrofidan 3 santimetrdan suv. U o't ham bo'lingan, suv ham bo'lingan. Shuni hisobidan suv tezroq isib, tezroq baland harorat darajaga olib chiqadi, issiqlikni.